men uchun zarur emas. Do'stman degan dambadam. Yetar tobutim uchun 4 ta iymonli odam. 4 tomondan ko'tarib olib borib ko'mib ketishsa bo'ldi. Alloh rahmat qilsin deb eslab qo'yishsa bo'ldi. Dunyoda bo'lsa haqni haq, botilni botil deymiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hamkasblar. Samarqand viloyatiga ham yetib keldim. Samarqandga kirishda har doim ovqatlanadigan joyim bor. Ovqatlanib yo'lda davom etyapman. Navoiyga qarab yo'l oldim. Bu yergacha to'g'risi kamerani ushlagani ham hali ko'ngil bo'lmadi. Yo'llarda bilasizlar. Juda chataq. Asablarni yevoradi. Shuning uchun mana shunaqa tekis joylarda syomka qilganga yetmaydi. Taksist buradan rosa ezildi-da. Navoiy viloyatiga yetib keldim. Pagoda ham zakazga bo'lyapti-yu, yomg'ir. Mazza havo bo'lyapti. Hozir endi yuk yuklanadigan joyga olib kirib ketish. Shularga qarab turibman. Mazza pagoda bo'lyapti. Yuk ortiladigan joyga ham yetib keldim. Bu yerda ikkala tomonda sevganman. Shu joyga kiraman ekan. Bu yerga. Yük ortishmaya boshladi. Teplitsani qaranglar, yorib qo'yibdi, malates. Darvozaxonadan nazat bilan olib kelganman, ketyapman shaqirib. Yuklashyapti bolalar. Qaranglar, eng qizig'i bu. Bilmayman tagidagi bir maxsus tuprog'imi? Короче, yerda emas-da, pomidor. Qandaydir qolipga solingan tuproq bo'lsa kerak endi o'shanda. Soat millari ham 9 ga qarab ketyapti. Oldiga, orqaga. Starterimni ham qiynab yubordi bular. Yurgizib o'chirib.
Ja, endi xo'rlab olish kerak emas. Shopirdi. Mana shunaqa qilib qo'yib berishim kerak. Shetiga. To'g'ri charchagansizlar, lekin shu 2 metr joyga olib qo'yish muammo emas, yashaydi. Mashinani qiynab uni qarang. Gapirsang tushunmaydi. Hamma o'zicha haq. O'sha Allohga bo'lgan ishonchi yo'q, iymonsiz kofirlar ishdan haydalib ketmaslik uchun, shepni ko'nglini ovlash uchun lyubo ishga tayyor. Ya'ni bu ish bo'lmasa ko'chada qoladi-da. Lekin qani Allohga bo'lgan ishonch? Mo'min nima deydi? Shep deydi. Osiz men unaqa qilib uni ijod qilib xorlamay men. Meni rizqim otamning qo'lida ham emas, enamning qo'lida ham emas. Rizqim Allohning qo'lida. Osiz ishingizni olasiz deb turib, navarot, ti uvolen degan gapni kayfni unga bermaydi-da, kayfni o'ziga olib qoladi. Ya uvolnaysiz deydi. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni va na qalqonni qiladi. Mana va nihoyat yuk ham yuklab bo'lindi. Soat millari 22:21 bo'ldi. Sirdaryo граница Ильичевка. Fitfilyon taki navbat. Bir sutkadan aniq oshiqda o'tiladi. Bu yoqda ref bechara tarillab o'tiraveradi. Toychoqni ham mo'yka qilish kerak, ammo agoda yana bulutli. Rossiyada yudiraman endi. Va nihoyat granitsani stoyankasiga mana kirildi. Qayerga qo'yding endi meni oldingi? Mana shu qarab ketib borib shekilli. Hali aytadi, ashaqdan mashaq qarab ketibdi deb. Ashaq qarab ketaman. Birin ketin qo'ydiryapti-ku, uni shu ustri ketib boribdi. Qaytaryapti. Siz alg'aygan. Stoyankaga kirib olgandan keyin mana xotirjam uxlanadi. Ungacha uyqu yo'q. Mana qadrdonlar tong ham otdi. Короче, meni dokumentim tayyor bo'lmasdan qolib ketdim. Dokument tayyor bo'ldi endi. Navbatimiz o'tib ketib bo'lgan. Shuning uchun hozir hamkasblardan so'rab chiqib ketyapman. DAF avtomashinasi haydovchisi. Undan so'radim, yaxshi. Vaziyat to'g'ri tushundi. Endi tamojniga qarab bitta tortsa, shu bilan chiqib ketaman. Bu tomon O'zbekistonga kirish. Brat. DAF. Rosa yuvishilib qolibdi, toychoqda ham. Mana O'zbekiston
Respublikasidan Qozog'istonga qarab o'tyapman. Hamkasblarga rahmat. Ichkarida turganlar ham qo'yib yubordi. Sababi refim o'chib qoldi salarga tuga. Yaxshi pagoda salqin bo'lyapti. Sirazi o'tiboq salarga qo'yishim kerak. Salarga tugadi. Qozog'iston Respublikasi. Mana Qozog'iston Respublikasidan ham chiqyapman. Dokumentlar ham tayyor bo'ldi. Оформление barchasi yakunlandi. Endi esa yo'lga. Mana qadrdonlar, Qozog'iston Respublikasiga ham o'tib oldim. Navbat ko'payib qolibdi. Ammo juda ko'pini dokumenti tayyor emas. O'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'lgan. To'g'ri kirib o'tib ketgan. Stanki kirgizilmayapti ekan. Yo'lda ustida ko'p o'sha Tojikiston, Qirg'iziston dokumenti tayyor bo'lmaganlar. Stankaga kirgizmayapti ekan demak. Yo'lda ham yana tirbandlik-ku. Tomondan dokument tayyorlab kelyapti ekan. Chiqmay tur endi. Jumbosh. Qirg'iziston bilan Tojikistonda mashinalarning dokumenti juda qiyinroq bitadi, o'shaning uchun ikki qator bo'lib ketibdi. Bu safar ko'payib ketibdimi? Oltida nima bo'lyapti ekan? Gabaritli yuk bor ekan, shuning uchun mashinalar chetga olyapti. Kimdir oldida aytib ketyapti. Большая ширина. G'iybatxona yoqmabmiz. 15-kanal. G'iybatxonada. Tamojniga kelganda boshlashadi, so'kinishib. Jamiki kitoblar ochilib ketibdi. Navbat ko'payib qolibdi. Sirdaryo ayli cho'pgani. Qozog'istondan O'zbekistonga o'tishim, ikkala tomon ham navbat ko'p. Menimcha o'sha boshqa granitsalar ham xuddi shunday. Ayaqda nima qilyapti? Kitayliklar. Oxiri o'sha sariq dafmi deyman. Bu yomon ezadi, hali shahardan chiqib olguncha ham. Qishloqchadan. Tem bo'lib cho'pgani yo'li tor. Juda katta tezlikda 20 da ketyapmiz. Salarga qo'yishim kerak, salarga ham qip qizil.
qizilga yotdi. Oxiri o'sha sariq daf ekanda. Navbat. Men buni orqasida yemaklab yurgandan tamojnina ichidagi konteynerlar olib ketyapti ekan-da. Bu yerda hozir telefonga pul tushirishim kerak. Hey. Xullas men endi zapravka qolishim kerak. Keyin dokumentlar joylashim kerak, hamma yo'q. Chachilib yotibmiz. Bu yerdan 100 ta tiyagachga 100 ta refga qo'yib olsam, shu bilan har doim zapravka qiladigan joyimga yetib olaman. Sababi bu zapravkadan men quymaganman avval. Qanaqangi holatda bo'lsalar kasb bilmayman. Balonlar tortib olishim kerak endi. Chunki polniy ochilgan. Ate qalpoqchalarni kiydirganim. Xullas mana refga quyib oldim, tegachga ham 200 ta quyib oldim. Asosiy bakka olib o'tyapti. Juda yaqin. Taraf degan ovoz chiqmadi. Demak, kalonga savoy.
aka ham ostanovkachi bo'lib qo'yibdi. Shu yerda endi ovqatlanib balonlarni bitta tortib olsam, shu bilan ko'ngil to'q. Xo'sh, hamma yoq stop bo'lib ketdi. Mana stop to'xtadim. Hell. Xo'sh. Kafe bu yoq dedi. Ancha bo'ldi bu yerga kirmaganim. Chegaradan o'tgandan keyin. Автозапчасть, шиномонтаж. Granitsadan o'tib Shimkent trassaga qarab ketishdi bu kafe. Jetsaymi? O'sha joyda. O bechara medved qaranglar. Bo'ri bilan. Terisini shilib qo'yishibdi-yu. Mana qaranglar. Hamma hayvon. Buni qaranglar. Men kafega kirdim o'zi. Ancha yil oldin kirgandim, lekin ko'p hayvon yo'q edi. Brachgan qaranglar. Ayol qaranglar. Medved. Shularning ichida bor tanishlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Bundan menda ham bor bunaqa tanishlar. Serap. Bu kafega ancha yil bo'ldi kirganim, yaxshi. Ovqatlari o'sha. Ayniqsa men yoqtiradigan мясо по-тайски deydilar. Eng yaxshi tomoni bu kafeda hamma yoq svejiy bo'ladi. Svejiy tayyorlab olib keladi. Endi мясо по-тайскini kuchini balon tortib ko'rsatamiz endi. Balonlar tortib olishim kerak. Men uchun zarur emas. Do'stman degan dambadam. Yetar tobutim uchun 4 ta iymonli odam. 4 tomondan ko'tarib olib borib ko'mib ketsa bo'ldi. Alloh rahmat qilsin deb eslab qo'yishsa bo'ldi. Dunyoda bo'lsa haqni haq, botilni botil deymiz.